Erkak kishi ayol kishidan energiya oladi-da, Hasan aka. Ayol kishi hamma narsadan energiya oladi-da. Mani eng katta plusim mani xo'jayinim borlar-da. Mani xo'jayinim hech qachon sen o'zing pul topsan, xarajatlaringni o'zing ishlatgin demaydi. Hasan aka, men juda baxtli ayolman deb o'ylayman emas. Haqiqatan shunday ayolman. Peshonam yarqiragan, Allohga shukr. Hech qachon sen mana shuncha pul topayotgan ekansan, o'zing ishlatgin demaganlar shu paytgacha. Qancha rasxotimga so'rasam beradilar. Hattoki sochimga ham uklatkaga ham har kuni so'rayman. Уже o'rganib qolganlar, aytaman, sizniki berganingiz boshqacha. Siz bering menga, men sizni duo qilaman, Erjon, barakangiz yanada ko'payadi deyman. Bu bor. Ayollarning energiyasi nima qiladi? Erkak kishi ayol kishidan energiya oladi-da, Hasan aka. Ayol kishi hamma narsadan energiya oladi-da. Haqiqatan Obamani ayoli aytadi-ku, restoranga kirishadi. Obama bilan o'sha ayoli, keyin u restoranchini xo'jayinisi, agar noto'g'ri aytmayotgan bo'lsam, restoranning xo'jayinisi o'sha Obamani ayolini sobiq yaxshi ko'rgan yigiti bo'ladi. Keyin kularkanda, qara, agar hozir shunga yerga tegganingda sen restoranchini xotini bo'lib yurarding deganda, yo'q, bu prezident bo'lardi deb bekorga aytmaganda, haqiqatdan har bitta kuchli erkak kishini ortida kuchli ayol borligini mana endi sezishni boshlayapman. Chunki agar xo'jayiningizga yaxshi gapirsangiz, ko'ngli xotirjam bo'lsa, xursand bo'lib chiqib ketsa, Alloh qanaqadir erkaklarni yaratib qo'ygan ekanki, shu energiya bilan ularda yanada ko'proq ishlab, motivatsiya olib, ko'proq baraka berar ekan ularga. Men doim Allohdan so'rayman, ey Allohim, meni pulim emas, birinchi erim pullarini ko'paytir va men shunaqa ham boyvachcha xotin bo'layki, erimning puliga boyvachcha bo'ling. Meniki bularga aytaman, Kozim aka, sizniki o'rtada, meniki xaltada. Siz xavotir olmang, men hech qachon pulli yomon narsalarga ishlatmayman deyman. Urinli yo'qotgan bo'lsam. Lekin 1 million ham o'zim pulim bo'lganda. Sizniki, meniki. Lekin xursand bo'laman, ishonadilar. Boshida ishonmas edilar, lekin o'sha ko'rib hozir aytadilar, mayli, sen hech qayerga ortiqcha ishlatmaysan, o'sha pulni ko'paytirasanki, faqat o'ylab, to'g'ri, nechta odamga pul sarmoya kiritib, lekin uxlatib yuborishda ehtiyot bo'lgin deb aytadilar. Hozir lekin o'sha odamlarga ishonchim qolmaganiga hamma odamlardan pulimni olib oldim. Hozir shu aytganimizdek oltin va yana bitta biznesimizga kiritib olamiz.